Siz yana mukammal kabob panjarasi uchun bosh qotiryapsizmi? Unda bugungi innovatsion kabob panjarasini sinab ko'ring. U yig'ishtiriladigan dizaynga ega bo'lib, olib yurish va saqlash uchun qulay. Oziq-ovqat mahsulotlariga mos materiallardan ishlab chiqarilgan. Mustahkam va chidamli, kabobni yaxshi pishiradi. Ko'mir qo'yish joyi tortma shaklida bo'lib, qulay joylashadi. Har ikki tomonida havo o'tkazish joyi mavjud bo'lib, olovni yaxshi yoqadi. Tozalash oson. Ushbu mahsulot orqali har xil mazali kaboblarni tayyorlashingiz mumkin. Tabiatga chiqqanda foydalanish ham juda qulay. 3 dan 7 kishigacha ishlatish uchun mos keladi. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, atiga 199 ming so'm evaziga ushbu kabob panjarasini xarid qilishingiz mumkin. Shoshmang. Dastlabki 50 ta xaridorga yana 25 dona kabob sixlarini bepul sovg'a qilamiz. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan bo'lib, yuqori haroratga chidamli. Xotirjam ishlatasiz. Kabob qo'risiga moslashtirib ishlatsangiz bo'ladi. Yanada hamyonbop narx. Soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Bu kabob panjarasi yuqori sifatli zanglamaydigan po'lat materiallardan tayyorlangan bo'lib, mustahkam va bardoshlidir. Yig'ishtiriladigan dizaynga ega, ixcham, olib yurish uchun qulay. Oyoqlarni mahkamlab, ko'mir panjarasini qo'yib, yetarlicha ko'mir soling va panjara ustiga qo'yib kabob pishirishni boshlang. Ikki tomonida havo o'tkazish teshiklari bor. Bu esa ko'mirning yaxshi yonishini ta'minlaydi va kabobni bir tekis pishiradi. Ushbu mahsulot yordamida siz har xil mazali kaboblarni tayyorlashingiz, turli go'sht va sabzavotlarni pishirishingiz mumkin. hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, atiga 199 ming so'm evaziga ushbu kabob panjarasini xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, sizga yana 25 dona kabob sixlarini bepul sovg'a qilamiz. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan bo'lib, yuqori haroratga chidamli. Xotirjam ishlatasiz. Kabob qo'risiga moslashtirib ishlatsangiz bo'ladi. Yanada hamyonbop narx. Soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.